Kino olami og'ir judolikka uchradi. Afsuski, taniqli aktrisa vafot etdi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Godzilla haqidagi filmlar turkumi orqali tanilgan aktrisa Keyli Xottel 18 yoshida yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etdi. Bu haqda rbk.ru nashri xabar bermoqda. Aktrisa 2021-yilda ekranlarga chiqqan Godzilla Kongga qarshi blokbasterida hamda uning 2024-yilgi davomi Godzilla va Kong Yangi imperiya filmida asosiy rollardan birini ijro etgan. Bundan tashqari u xususiy detektiv Magnum serialining epizodlaridan birida suratga tushgan. Merilend shtatining Frederick okrugi sherifi idorasi ma'lumotlariga ko'ra, yo'l transport hodisasi faqat bitta avtomobil ishtirokida sodir bo'lgan. Xottel mashinasida yo'lovchi o'rindig'ida bo'lgan. Rul boshqaruvidagi o'smir yoshdagi haydovchi esa turli darajada jarohat olgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, avariya tezlikni oshirish oqibatida yuz bergan. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha, haydovchi boshqaruvni yo'qotib, transport vositasini yo'l chetidagi ariqqa ag'dargan. Fojia seshanba kuni ertalab barvaqt sodir bo'lgan. Aktrisaning otasi Joshua Xottelning aniqlashtirishicha, qizini shifoxonaga olib ketishayotgan vaqtda uning yuragi urishdan to'xtagan deyilgan xabarda.